Mana nima uchun ayollar futboli bunchalik hissiyotlarga boy va tomosha qilishga arziydi. Xloe Kelli maydonga xuddi bosh qahramondek aura bilan chiqdi. Uning yurishi, ishonchi va energiyasi shunchalik kuchli ediki, go'yo u o'zini so'nggi 100 yillikning eng buyuk futbolchisi deb his qilayotgandek edi. Bu aurani so'z bilan tushuntirish qiyin. Bir vaziyatda u gol urishga harakat qildi, ammo darvozabon zarbani qaytardi. Lekin Xloe taslim bo'lmadi. Oxirigacha kurashib, baribir to'pni darvozaga joyladi. Va bu shunchaki gol emas edi. Jamoasiga sovrin olib kelgan hal qiluvchi gol edi. Butun dunyo qarshisida u Chempionlar Ligasi kubogini yutishga yordam berdi va his-tuyg'ularini ushlab tura olmay yig'lab yubordi. Yana bir final uchrashuvida esa darvozabon o'yinni tomosha qilayotgan, saraton bilan kurashayotgan buvisi haqida o'ylab juda ta'sirlandi. Bu lahza futbolning nafaqat sport, balki